Ustimdan kulyapsanmi? Men senga kiyimlarimni dazmollab bergin dedim, to'g'rimi? Nimaga men? O'zingiz qila olmaysizmi? Hoy. Sen g'alatiroq emasmisan? Ayollik vazifasi qanaqaligini bilmaysanmi? Menga vazifamni bildirishingiz shart emas. Voy. Men erkin fuqaroman. Va avvalo, konstitutsiyaviy davlatda yashayapmiz. Hozir menga nima tushuntirmoqchisan? Qonunnimi? Agar aqlingiz yetmasa, ha, qonunni ham tushuntiraman. Meni huquqim himoyalangan. Hech qayerda sizga xizmat ko'rsatishim haqida yozilmagan. Seni aqling joyidami? A? Ko'p savol beravermang menga. Menga ko'p gapirish mumkin emas. Yuzimga ajin tushib ketishi mumkin. Bu nima deganing? Menga chidasang shu, chidamasang yo'q deganingmi? Men bunaqa narsaga ko'nmayman. O'qigan bo'lsang, o'zing uchun o'qigansan. Lekin menga ayol kerak. Menga nohaqlik qilishga, buyruq berishga haqqingiz yo'q. Nimaga haqqim bor-u, nimaga haqqim yo'qligini o'zim yaxshi bilaman. Esingda bo'lsa, nikoh o'qitilayotgan paytda tan mahram deb tanishtirilganman. Men senga tan mahram bo'lganimdek, sen ham meni tan mahramimsan, tushundingmi? Shu sababli menga tegishli bo'lgan hamma ish qilasan. Hech qachon. Menga ishingizni qildiraman deb ovora bo'lmang. Qayerda tarbiya ko'rgansan bilmadim-u. Ammo o'zingga sal kelib olgan, xo'pmi? Aks holda yomon bo'ladi.